Qaysi biri original, qaysi biri kopiya? Ko'pchilik aytadi, qizili original, bu zo'ri bu deydi. Yoki kimdirlar aytadi, qorasi zo'r deydi. Qorasi original deydi. Qaysi biri original? Fikringizni kommentariyada yozing. Javob yozdingizmi? Kommentariyada fikringizni qoldirdingizmi? Like bosib qo'ying, o'zim aytaman. Ikkalasi ham original. Bu qizil Amerika uchun ishlab chiqariladi. Bu qorasi Yevropa uchun ishlab chiqariladi. Bu Amerikadan kelgan. Bu bizga Yevropadan kelgan. Ya'ni O'zbekistonga Yevropaniki keladi. Ya'ni qorasi keladi. Bir xil. Hamma joyi bir xil. Misol uchun olasiz, mana tushlarni ham ko'rsatib beraman. Bir xil. Bunga ham tushib ketaveradi. Kimdirga misol uchun qizili yoqsa, Amerikadan zakaz qilishingiz mumkin. Endi bilmadim, qanchalik qimmat, qanchalik arzon bo'lib ketadi. Bizda bunisi $480. Ya'ni bu Yevropa varianti. Mana bunisi Amerikadan kelganligi uchun, avia bo'lganligi uchun narxi $650 bo'lib ketgan. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, do'konga kelib olib ketsangiz bo'ladi. Mana bitta ichlarini ochamiz. Keyin yaqinroqdan ko'rsatamiz. Mana bunaqa o'zini keyslari bor ekan, ichida plasmas. Oho, mana bunaqa joylari bor ekan. Xo'p, ko'rgan bo'lsangiz, buni olasiz, misol uchun. Bunga ham tushib ketaveradi bu. Buniki boshqacharoq ekan. Eng qizig'i, bu nimaga zo'r? Mana bu qora. Qorani maqtamayman, prosta ko'ringlar. Shunday misol uchun ustidagini olmasangiz ham ochilaveradi-da bu. Kimgadir bunisi yoqar. Kimgadir misol uchun buni olib yurishga qulay bo'lishi kerak. Bunday qilib ko'tarib ham yursangiz bo'ladi buni. Lekin buni yonidan ochilmaganligi uchun ustidagini olib ochasiz. Mana. Uni ham ichida mana bunaqa plasmas o'zini joylari bor. Ko'ryapsizmi? Ko'rsataman mana. Ko'ring. Bir xil. Yopilishlari ham bir xil ekan. Bularni yana bitta zo'r tarafini aytaymi? Qulp ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu joyini ko'rsatasizlar. Mana qulp ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bunda ham bor bu joy. Mana. Endi bu qizilni ochdik. Bizga kerak bo'ladi. Buni ham pek oldim. Bunda qaranglar, mayda-chuyda narsalarni akkuratni olib, bu ham olib yurishga zo'r. Lekin buniki mana bunaqa ko'tarib yuradigani yo'q, yonidan ochiladi mana. Buni ham xohlaganingizcha mana ichida plasmaslar bor, bo'lib qo'yaverasizlar. Xohlasanglar bunaqasiga, xohlasanglar bunaqasiga mana. Bu ham zo'r. Qaysidir jihatda ustidagini olib tashamasdan buni o'zini ichiga narsa solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu ham bir xil. Mana ko'ring. Qop-qora bu. Mana buni ham ko'ring farqini. Aslida qimmati mana shu, eng tegi bo'ladi. Bir xil menimcha. Nima deb o'ylaysizlar? Endi ham ishonmaganlar uchun mana oxiridagi ruchkasiga e'tibor beringlar. Bir xil ruchkalari ham. Mana baland bo'lishini ko'ring. Mana akkuratni. G'ildiraklarga e'tibor bering. Yon tarafdagi ruchkalar. Mana ikki kishi bundoq olib yursa bo'ladi. Takoy. Unda ham xuddi shu narsa bor. Mana. Ko'pchilik qorasi bo'lmaydi, qizilni olish kerak deyshadi-yu. Tak что fikringlarni qoldirasizlar. Sizga qaysi biri yoqdi? Qizilimi, qorasimi?